ham oz ilm berilgan. Ruhning haqiqatini hech kim bila olmaydi. Bizga berilgan ilm juda oz ilm. Shuning uchun haligindek g'aybga doir masalalarga kelganda biz ruhni o'zimiz ichimizda ruhni anglamayapmiz-ku. To'g'rimi? Boshqasini qo'yavering. Boshqasiga biz aqlimiz yetmaydi. Chunki bizga, bashariyatga juda oz ilm berilgan. Biz mana shu o'zimiz yashab turgan moddiy olamdagi ilmlarni bilamiz. Bo'ldi, u tamom, boshqa narsa yo'q bizda. Luqmon Hakim, Luqmon deyman, nima? Xizr alayhissalom aytgan-ku. Xizr alayhissalom Musa alayhissalomga aytgan: "Ey Musa, sen bilan menga berilgan ilm" deganlar. Ana u qush ummondan bitta dengizdan tumshug'ida suv oldi-ku degan. O'shan bilan o'shandan ko'p emas. Dengiz Allohning ilmi bo'lsa, sen bilan bizga bergan shu qushning ozligi ilm shunchalik. Qushning ozligi suvchalik. Ummondagi suv Allohning ilmi bo'lsa, sen bilan menga berilgan ilm payg'ambar bittasi. Ikkinchisi ham payg'ambarlik ehtimoli bor, yo'inki Alloh billadunna ilmi, biz o'zimiz tomonimizdan ilm berdik degan laduni ilmga sohib bo'lgan odam Xizr alayhissalom. Sen bilan bizning ilmimiz Allohning ilmi oldida mana bu qushning og'ziga ummondan qancha suv kirdi? Shunchalik degan. Shuning uchun ruh haqidagi ilm, g'ayb olami haqidagi ilm, Alloh subhanahu va taoloning zoti sifatiga doir xabarlar u siz bilan biz aqlimiz yechadigan narsalar emas. Faqat tanishimiz uchun Alloh bayon qilgan, tamom, assalom.